Vediamo. Islomxon, tekshiringchi, streamda ishlayaptimikan? Ha. Stream tekshiringchi, ovoz yaxshi bo'lyaptimikan? Ha? Instagramda? YouTube yaxshiroq. Aldım. Hangi lobidan öyle? Ovoz chiqyaptimi? Stream mana. Galelerimiz. Biz Venetsiyaga keldik, xullas. Siz ayting, nima? Mikrofonga ayting. Boshqatdan. Bizga 5 yildan keyin bu shahar ma'lum bir qismi suv ostida qolib ketadi. Shuning uchun 100 yilcha taxminan ahvol kelib boshlaymiz. shuning uchun kelib olinglar. Ovoz bo'lib ketamiz. Mana shu Vensiyani atrofida shu suvga yana boshqa shahar qurargan. Bu ko'p kishidan o'sha keyin bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Qoladi. Streamda bo'ladi. Nechta odam? 0 ta. Yaxshi. Yaxshimi? Odam uchun emas, O'zimiz uchun. Eslab yuramiz. Keyin ko'radi odamlar hali buni. Biroz sekinroq. Ha? Burada mikrofon ishlayaptimi? Shu, Biz Venetsiyaga yetib keldik. Примерно necha soat yurdik? 9. 6 soat yurdikmi? Sizlar Venetsiyaga tashlab qo'yasizmi? hozir tashlama. O'zimni tashlama. Kattasiga ham tashlab qo'ying. Assalomu alaykum hammaga. Xullas, biz hozir Venetsiyadamiz. Yoqqancha kelganimiz uchun mashinada keldik. Примерно soat ertalab 10 larda chiqib ketdik. Hozir 7 bo'ldi, soat necha bo'ldi? Soat 7:08 bo'ldi. Soat 8 bo'lyapti. Shuncha yo'l yurdik. Endi o'rtada orada to'xtab ovqatlanib naqa ham qildik. Yaxshi joylar, chiroyli joylarda ham to'xtadik. Shuni hisobiga bemalol aylanib keldik. Biz maqsadimiz bunaqa sirazi kelib, misol uchun ketaverishmas edi. Shuni hisobiga bemalol yo'lda keldik. Endi xudo xolasa yana yo'lda aylanib sekin, shoshilmasdan ko'rib olib, qanaqa joy, nima joy. Shularni ko'rib keyin ketamiz xudo xolasa. Yana boshqa joylar bor, xudo xolasa ko'rishimiz kerak bular. Chunki примерно yana bir haftalardan keyin o'qishimiz boshlanadi. Ungacha bemalol vakansiya bor. Shungacha aylanishimiz kerak. Lekin bu yoqda bitta narsa aytib qo'yaman. Mana suvlar rangidan ham ko'rib turgan bo'lsanglar kerak. Sal hidi bor. Endi suv yurmagan suv baribir qanaqadir aynib qoladimi, deyman, suv o'tib qoladimi, hidi bor xullas. Bu yoqda qushlar bir narsalar uchirib turgan hisobiga sal hidi bo'lishi mumkin. Endi sizlar gapiring, mikrofon egasi. Ey, Fikrlar. asosan gapiraveramiz-da. Kamerani tutib, asta gap ochyapti. Sizlar gapiravering, ovoz tushaveradimi? Avtomatik ovoz kelaveradi.
Non, d'accord, le Sénat vous avez pas Ovqatlanadi ya. Qorni ochdi lekin. Ahmet onun gol jumagan. Aslida kirib qo'yamiz. Yo, ichadigan o'sha keling. Islomxon yana ma'lumotlardan bo'lsa, Nimani? yana bir ikki ma'lumot. Bo'ldi, boshqa yo'q. Boshqami? Qolgan sababdan. Qolganini keyin ha. Mana. Xullas. You are when is right now, what is the best like to left to explore some cities around the world? Can you recommend some apps or something like this? Ha, uylar. Tagi suv. Hai detto una parola più giusta. Hai ragione. È giusto, sentivo pigliare. Da, inglese un po'. Hai dato il gruppo la Yopilib olsa, Sahara ham suyda. Ko'rishga emas. O'qishiga, ishiga borib hamma yoq eskigan lekin. Velikda emas piyoda yurarganda ammo. Bu yoqda qayoqda yuradi? Qayoqda yurasiz faqat? Chiarro va bana yaxshi bo'ldi. Uyni ichida to'xtatib. Uyga qaramadim. Qorong bo'lasiz. Uyga ham bo'lishi mumkin. Nima ekan? Chiroyli ekan. Yaxshi, yaxshi. Odamlar Rasm chizyapti ekan. Rasm chizayotganiga xalaqit berish ekan ekan. Uncha o'xshata olmagan. Ko'p odam o'tgan oldin. Shunga xiralashib ketgan. Nimadir? Nimadir? Taraf chizyapti. Yo'lda chizyapti ekan. Yurili tezroq. Bu joy topildi. Chiqib ko'raylik Ahmet. Nima bu? Ko'raylik chiqmaygan. Mana ichkari eshik bor. Gitti. Sana öyle toplayacağım. Buramıyoruz ki kimle? Ya hamma joy shunaqa joyda endi. Примерно. Ha, xotinmi bu? Aka ham ularni turgan joyiga borsak bo'ladi. Akani chiqib kelishadi. Ha. Sumka olasizmi Ozodbek? Ha, Sumka olasizmi? shunday bo'ldim. Garanti ani to'g'ri o'rardik kerak, ichadigan odam yo'q o'rtamizda. Bismillah. Bismillah. Yo, 30 euro sotayotgan. Indus. Nima ekan ko'cha? Ko'rgan ko'chada yuribsizmi? Ko'chalarga. Può essere da voi che stai già scrivendo, secondo me arrivare mai dietro, forse anche più tardi. Organizzazione come c'è? Sono chi organizza. Keyin kelamizmi? Facciamo anche un posto
portiamo avanti. Fidati se ci conviene. Yaratchi. Yana bitta fun fact deydi-yu, prikolka. Yo'q, hamma kiyib olib kiyimini almashtirib yotibdi garajda. Haligi mana shu Venetsiyaning chiroyli tushgan rasmini ko'rsanglar, o'ylamanglar shunaqa kiygan deb. Mashinada tapiskalarda, krasotkalarda kiygan bo'ladi. Bizga o'xshab. Bizga o'xshab, trikolar. Keyin Astagina almashtirib olgan. keyin anonda vishilkalar bilan, kostyumlar bilan almashtirib, galstuklar taqib, yoqqa kelib rasm tushyapti hamma. Shunaqa degan, ular internetda ko'rgan hamma narsalar ishona olmaydi unaqa. Islomxon joyimi? Joyimi? Shamsi? Ha? O'zini. Olib qo'ying, turing. Ha. Nasib tushadi. Olib turavering, давай. Живой ko'rasiz siz qanaqaligingiz. It's okay. It's okay. Sizami? Fotosessiya bizda ham. Qanaqa turish kerak? Bering, bering. Yo'q, yo'q, bo'ldi tursa chiroyli turadi. Bizda ham fotosessiya. Mikrofon bilan tushasizmi? Ha, qo'ymanga. Bo'ldi. Men qanaqa ishlaydi mana shuni? O'xshaydi. Xohlaganda ishlaysiz. Foiz berasizmi? Yo'q, yo'q, kerak emas. Tashlab yuborasiz-da. Maqsad. Lekin jang ko'rinmasa, yo'q, turing. Oramiz tushyapti, cho'qqa. Yaqinlashyapti. Ora bo'lsa mana fotosessiya bo'lyapti bu yerda. Fotosessiya bo'lyapti. Bola fotosessiya qilyapti-yu. 0 ta odam. Rekordku. Only qayiq ekan ular bu joyda. Hamma qayiqda yurar ekan. Hey, let's go. Lekin uylar вообще eski bordi, musor yotibdi. Nimaga bilasizmi? Nimaga? Suvgami? Suvdayu. Remont qilsa ham baribir dabdalab ketadi. Hamma qulab tushishini kutyaptimi shunda? Cho'kib ketishini kutib yashaveradi shu odam. Bungacha odamlar aylanib turistlardan pul qilishib oladi. Cho'kib ketishini kutib. Chotki yana. Ketdik bo'lmasa. Bankomat bor ekan, bankomat. Nima kerak? Bankomat bor ekan. Nima kerak? Exchange qilish kerak. Bu yerda ham qimmat bo'lsa kerak. Ya, free sim ham bor ekan. Olasizmi? Sam free sim bor ekan. Free sim? Free sim? Welcome to Venice. Hech olmasin kartangizni. Siz siz nechta подписчик bor YouTube'da? Yo'qmi? Fanatizm bilan deyapsizmi? Ya, rasm qo'yib ko'ring. Okay. Okay, so now we'll go for a run. Pizza joy yo'qmi ekan pizza? Ha, pizza va spagetti degan joy yo'qmi ekan?
Sizga qimmat kerakmi? To'layolmaysizmi? To'laymiz. Mana kebab deb qo'yibdi-ku. Kebab. Naro deymiz. Qaydaysiz? Uni bo'yida. Qayda? Ishtirok bo'lamikan? €2. Bittami? Yaxshiroq joydan olamiz. Hamma joymi? Bilmayman, internet qaradim, 12gacha pitseriyada ishlaydi. Hammasi Postim? Yavuz mahalla. Yo'q, o'zlar mahallasi. Hamchi, ham to'tirganingizmi? Ko'p joy bo'ladi-ku. Shunda ko'radigan narsa o'chirib Naryoqda qolib ketdi-ku kirishimizda. Ko'prikmi? O'sha yerda. Ko'prik naryoq dedi-da. O'sha ko'pring o'zi bor. Gumbaz bilan. Haligi ko'k gumbaz bor edi. Joy emas. Mana nima ekan? Qara shunaqa joy ekan, bilmayman nima ekan. Bu yoqda kattaroqmikan suv? Nima deysiz? Kattaroqmikan suv? Olamizmi? Voy, olamiz. Bir zonaga. Motorli arzonroq bo'ladi. Ha. Sevishganda chiroyli. Bir 50 bo'lsa ham zo'r bo'lardi. 13 10 bo'lsa ham zo'r bo'lardi. O'zi ham o'sha yerda turadigan odamlar so'rashingiz kerak. Ha. Ketdik hozir Venetsiyadan sal yaxshiroq joyga bordik. Qorong'ilashib ketib turadi. Şu an rasm shunga asos tanam qiyshiq turganmi? Eshitib turibsiz. Yo, orqadan Oddiy javob joyga chiqdi. o'xshagan lekin. Yo'qmi? Rasmdami? Qanaqa rasm olasiz? University Oskari. O'qish ekanmi? Aylanib yuribsiz. Bu yoqda o'shanida turist yo'q ko'ringlar. O'zlari mahallasi. Naryoqda qolib ketdingiz.
Ha? O'ylab tashlab yubormaydi. Yashasa ham kerak yo'q. Yashaydi, nima yashamaydi? Yashaydi odam. Bu to'pini cho'rar ekan. Ha? Ichani qarang. Shu joyda yashayverishadi odamlar. Bu uylar qani eshigidan olib chiqchini kalla tegib qoladi. Mana kim har bir kimdir uyida bor shunchalik kichkina bo'ladi. Restoran ekan. Turistlarga qadimgidan. Hozir ham yashaydi ekan. Qarang. Hammasi shu ishlaydi. Ha. Bitta ishlar shu yerda yashaydi. Buni telefoni ham yo'q uni, olib ketmasin. Ne bor? Internet yo'q. Ketadi-ku, aniqlar bor. Roaminglar bor-ku. Roaming bilan telefon qila olmaydi axir. Telegramdan qiladi. Video olib kelgan ko'rsatadi.